Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning nomi Injilda madh etilganligi. Mustafoning zikri bor Injil aro, barcha payg'ambarga bosh, bahri safo. Zikri bor surat, qiyofa rangining, zikri bor savmu, taomu jangining. Ul Iso qavmi o'qirkan, ezgu zot nom xitobin anglabon yetgan zahot ettilar yod pok ulug'vor nomini. Cho'ktilar tiz, ta'rif aylab shonini. Biz bayon qilgan g'arazga bulguruh daxli yo'qligi sabab topdi shukuh. Ul amirlar kim, vazir makriga yot, Ahmad ismin pok atab topdi najot. Nasli ham oshdi ularning beadad, bo'ldi Ahmadning yorug' nuri madad. Boshqa bir to'da Iso qavmi aro, Ahmad ismin mensimasdi mutlaqo. Bo'ldi abgor bor fitna zahridan, shum vazirning fikri birla makridan. Bo'ldi mahrum din hukmin aslidan, bir-biriga zid hukmlar dastidan. Bo'lsa Ahmad nomi imdod shul qadar, asragay pok nuri nechog' qanchalar. Bo'lsa nomi qal'aday mahkam, buyuk, bo'lgusi ruhul amin zoti nechuk.